So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. 12-qism. Oradan 4 oy o'tdi. Buxoro amirligining sokin toshlaridan biri edi. Hovlida shamol yaproqlarini mayin shitirlatib o'tar, quyoshning ilk nurlari esa supradagi gilam ustiga tushib, yoqimli iliqlik taratar edi. Yodgorshoh bilan Bahora supa chetida yonma-yon o'tirib, birga nonushta qilishar. Vaqtning qanday o'tayotganini sezmayotgandek edi. Bahora kelgan atrof fayzli ko'rinar edi. "Qarang", dedi Bahora, qo'lidagi piyolani asta qo'yib. "Bugungi havo bir boshqacha, qandaydir yengillik beryapti. Sizga ham sezildimi?" "Balki, menga bugungi kun ham odatiydek." Bahora jilmaymoqchi bo'ldi, ammo birdan ko'zlari xiralashib ketdi. Qo'lidagi piyola to'shakka tushib ketdi. Bahora endi ortiga yiqilaman deganda, Yodgorshoh qizni tutib qoldi. "Bahora!" Yodgorshohni yuragi orqasiga tortib ketdi. U qizni darhol quchoqlab olib, supaga yotqizdi. Qizning rangi oppoq bo'lib qolgan edi. U bir lahza ham o'ylamadi. Xayoliga tezda doya ayol keldi. "Kutib tur, men doya topaman", deya hovlidan shoshib chiqib ketdi. Ko'chalar bo'ylab yugurib, nihoyat eng ishonchli doyani topib keldi. Oq sochlari bor, og'ir, vazmin bu ayol Yodgorshohning xavotiridan holatning jiddiyligini darrov tushundi va hovliga tez yurib Yodgorshoh bilan kirib bordi. Doya ayolni Yodgorshoh uy ichiga olib kirdi va Bahorani ham nonushta qilib turgan joylaridan ko'tarib, doya ayol turgan xonaga olib kirib to'shakka yotqizdi. Doya yonida holsiz yotgan qizga tikilib turdi va Bahoraning yoniga yaqin borib, unga egildi. Bilagini ushlab, tomirini tekshirdi, peshonasini siladi. So'ngra yoniga o'tirib, ko'rikni davom ettirdi. Yodgorshoh esa tashqarida, supa oldidagi ustun yonida tik turgancha qo'llarini musht qilib olgan. Ichida ming xil xavotir bilan o'zini yeb bitirar edi. Yodgorshoh ich-ichidan qizga nima bo'lganini o'ylab xavotirlanar edi. Nihoyat doya eshikni ochib tashqariga chiqdi. Uning yuzida g'alati, quvonch aralash tabassum bor edi. "Yodgorshoh", dedi doya, "sekin suyunchi bering." "Nima bo'ldi? Bahora yaxshimi?" dedi Yodgorshoh. "Ayolingiz ahvoli yaxshi va xushxabarim bor. Bahoraxon homilador." Yodgorshoh bir zum so'z topolmay qoldi. "Homilador?" dedi u asta. "Demak, men ota bo'laman?" "Ha, o'g'lon, muborak bo'lsin." Yodgorshoh doyaga rahmat aytib suyunchi berdi-da, o'zi shoshgancha uy ichiga shoshilib kirdi. Bahora xursand, yostiqqa suyanib o'tirar edi. Yodgorshoh darhol Bahora yoniga bordi. "Sen meni juda qo'rqitding", dedi Yodgorshoh Bahoraning boshidan silab. So'ng uning yuzlarini, ko'zlarini, hatto peshonasini ham ehtiyotlik bilan o'pdi. "Endi o'zingni yanada ko'proq asra, eshitdingmi? Sen yolg'iz emassan. Sen ham, ichingdagi bola ham men uchun eng muhim inson." Bahora o'zini Yodgorshohning bag'riga yanada mahkamroq bosdi. "Men yaxshiman", dedi pichirlab. "Siz yonimda bo'lsangiz, men hech narsadan qo'rqmayman. Bugun ishga ketmang, Yodgorshoh. Mirsaidga yordam berishim kerak. Amirlik bizni qabul qildi. Biz ularga foydali ekanimizni ko'rsatishimiz kerak. Axir endi bu yerlar bizning uyimiz." Yodgorshoh Xorazmni sog'ingan bo'lsa-da, sezdirmay qizni qattiqroq quchoqladi. Shu payt eshik taqilladi. Yodgorshoh cho'chib ketdi. "Kim bo'ldi ekan?" dedi u sekin. Bahorani yostiqqa qayta yotqizarkan, u xonadan chiqib, yog'och eshikni ochdi va hayratda ko'zlari keng ochilib qoldi. "Azimxon?" Eshik oldida uning ukasi Azimxon turar edi. Orqa tomondan chiqib kelgan Bahora ham uni tanib qolib, beixtiyor to'xtab qoldi. "Azimxon aka", dedi u hayron ohangda. Yodgorshoh bir zum o'zini yo'qotib qo'ygandek bo'ldi. So'ng Bahoraga asta burilib qaradi.
choy qo'yib yubor, mehmon keldi, dedi. Bahora bosh irg'ab ichkariga kirib ketdi. Yodgorshoh esa ukasining yoniga yurdi. Ammo Azimxon yolg'iz emas edi. Uning yonida yosh, ziyoli, qiyofali bir qiz turar edi. Bu Nuriya edi. Nuriyani ko'rgan zahoti Yodgorshohning nigohi birdan sovib ketdi. U avval Azimxonga, so'ng qizga qaradi. Vaziyat unga yoqmagan edi. "U nega bu yerda?" dedi. Yodgorshohning ovozi keskinlashib, Azimxon jilmayishiga harakat qildi. Ammo ichidagi taranglik yuzi orqali bilinib turar edi. Azimxonga Nuriya onasi Bahoraning bolasini tushirganligini, ular majbur bo'lganligini tushuntirgan edi. "Bu Nuriya men bilan keldi. Ba'zi gaplar bor aka." Supada o'tirgan Azimxon unga uzatilgan choyni qabul qilib, bir ho'plab ichib dasturxonga qo'ydi. Yodgorshoh Azimxonning har bir harakatini indamay kuzatib o'tirar edi. Azimxon ham buni sezib hijolat bilan nima deyishini bilmay o'tirardi. Bahora va Nuriya boshqa xonada. Aka-uka yolg'iz holi qolgan edi. "Aka." Azimxon gapni nimadan boshlashni bilmay jim qoldi. "Nega aynan Nuriyaga uylanding? Uning onasi mening bolamni o'ldirganidan xabaring bormi?" "Bilaman. Menga hammasini Nuriya nikohdan avval aytib berdi. U xon buyrug'ini bajarmagani uchun o'rniga onasi qilgan. Aka, ular majbur edi. Bas, sen uylangan ayol mening farzandimni o'limiga sherik bo'lgan. Inim, bir bor uyimga olib kelding. Mayli, indamadim. Ammo uni boshqa bu uyga olib kelma. Men xiyonatni kechirmayman. Agar mening boshimga qilich taqalsa ham, menga shunday buyruq berilsa, darhol rad etib o'limni tanlayman. Bu foniy dunyo uchun vijdonini sotgan ona bolani menga aslo yaxshi dema. Bunga yo'l qo'ymayman. Shuningdek, sening oilangga ham aralashmayman. Musulmon oilani ajratish niyatida emasman. Inim, meni tushunding degan umiddaman." Yodgorshoh qo'lida turgan choyni bir ko'tarishda ichdi. Azimxon Yodgorshohga hech nima demadi. U ikkilanib qolgandi. Tirik qolish uchun Nuriyaga uylangan va u endi unga omonat, o'z ayolini asraydi. Akasi o'z yo'liga, oilasi o'z yo'liga ketadi, deb o'yladi. Balki yillar kerakdir Yodgorshohning Azimxonni kechirishi uchun. Keyinchalik ayolini ham qabul qilishiga ishonardi. Sababi Yodgorshoh hech qachongina saqlamagan. "Aka." Azimxon qo'lidagi piyolani xontaxtaga qo'ydi. "Bir duo qiling, keliningiz bilan ketaman. Biz Xivaga qaytib ketamiz." Yodgorshoh non yeb turgan joyida to'xtab qoldi va Azimxonga o'ldirgudek qaradi. "Sen bola aqldan ozdingmi? Nega? Bir umr amirlikda qolasizmi? Men Xivani sog'indim. Qolaversa tez orada Zubayrxonga qarshi katta isyon turadi. Men va Nuriya safar vaqti isyonchilar boshi bilan uchrashdik. Ular Zubayrxonni taxtdan ag'dara oladi. Amaldorlarning ham juda ko'pi Zubayrxonga qarshi chiqyapti. Zubayrxon maishatga berilib, davlat ishidan chetlashdi. Sababsiz qon to'kyapti. Kelayotgan vaqtimiz Bahoraning oilasi ham qatl qilinganini eshitdim. Ularga xoin nomi berilgan. Bahoraning ota-onasi esa qidirilmoqda. Ayolingizni topganga esa yaxshigina pul va'da qilingan. Aka, Zubayrxon bundan tashqari juda ko'p qabih ishlar qilgan. U arab savdogarining qizini saroyiga cho'ri qilib olibdi va yana anchagina ishlar qilgan. Isyonchilarni qo'llab-quvvatlaydiganlar ko'p. Agar biz Xivaga qaytsak, odatiy hayotimizni kechiramiz. Zubayrxon taxtdan tushsa, mening taxminimcha quvilgan xonim va uning o'smir farzandi Furqat taxtga chiqadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Avvalgi xonning ayolini aytyapsanmi? Ismi Yasmin xotin edi, shundaymi? Ha, aynan o'sha ayol. Bu mening taxminim. Zubayrxon ularni quvg'in qilgan. Ukasini esa o'ldira olmagandi. Sababi buni juda ko'p odam yomon qabul qilar edi. Hozir xonning fikru xayoli maishatda bo'lib qolgan.
Tushunarli. Agar Xivaga yangi xon qo'yilsa, sening ayoling va onasining gunohini kechirishga sabab bo'lolmaydi. Sizni tushunaman, aka. Agar chindan boshqa xon taxtga chiqsa, men ham Bahora bilan Xorazmga qaytaman. Rostini aytsam, o'zim tug'ilib o'sgan yurtim men uchun qadrli, Xorazmni sog'inaman. Kelinoyim-chi, ular ham Qo'qonni sog'insa kerak. Azimxon hazil qilib Yodgorshohni xursand qilish uchun akasini yelkasiga urib qo'ydi. Yo'q, uning vatani menman. Men qayerda bo'lsam, u ham o'sha yerda bo'ladi. Usiz men yashamayman, mensiz u yashamaydi. Yodgorshoh qat'iy ohangda gapirdi. Oradan vaqtlar o'tdi. Xorazmning qadimiy ko'chalari tobora huvillab, xalqning yuzidagi kulgi o'rnini xavotir, norozilik va ishonchsizlik egalladi. Eski shaharning chang bosgan ko'chalarida har kuni bir xil manzara. Bozorchilar o'zini ovutib, narxlarni pasaytiradi-yu, ammo baribir xaridor topolmaydi. Devorlari oqarib ketgan uylar orasida esa har xil gap-so'zlar qumburondek uchib yurardi. Xonlik Zubayrxon davrida yaxshigina zaiflashib qolgandi. Xalq orasida juda ko'p gaplar yurardi. Xonning holi bunday bo'lsa, Xorazmning ertasi nima bo'ladi? Deb xo'rsindi bir kampir. Qo'lida suvsiz quduqdan chiqqan singari bo'sh chelakni qo'liga olgancha. Qiynalyapmiz uka, qiynalyapmiz. Zubayrxon degan odam butunlay o'zini yo'qotdi, deya javob berardi yonida o'tgan sotuvchi. Kecha yana kimnidir sudsiz so'ron qatl ettiribdi. Yonidagi yana bir g'iybatchi hayrat bilan avval og'zini bir kafti bilan yopdi. Eshak xonimiz bo'lsa, bundan ko'ra kamroq bizga zarar tegardi. Foydang tegmas ekan, nega xalqni qiynaysan? Ko'cha oralagan, shamol har bir g'iybatni eshitib olgandek, keyingi burilishda yana boshqalarga eltardi. Ba'zan eski minoraning tagida o'tirgan choyxonachi chol ham ovozini pasaytirib g'iybat qilib qo'yardi. Xalqning sabr kosasi to'lib bo'ldi. Xon saroyida isyon pishib yotibdi. Ko'rasiz hali, bu xon o'z boshiga o'zi yetadi. Eski Xiva devorlari ostida ana shunday tutqun kayfiyat hukm surayotgandi. Saroy esa butunlay boshqacha dunyo edi. Qadimgi gumbazlar ostida xizmatkorlar qo'rqib o'z ishlarini qilishar. Agar xon ular ishidan mamnun bo'lmasa, qatl etilishini bilishar edi. Hozir bahor oylarining biri edi. Saroyning chekkaroq hovlisidagi eski ayvonda amaldorlar xufiyona to'planishdi. Yetadi endi, chiday olmaymiz, dedi biri ovozi titrab. Xonning mayxo'rligi saroyni ham, xalqni ham halokatga olib kelmoqda. Agar biz hozir jim yursak, ertaga navbat o'zimizga keladi, dedi boshqasi. Xonning mamlakatga foydasi qolmadi, faqat qon to'kyapti. Zubayrxon taxtdan ag'darilishi kerak, boshqa yo'l yo'q, dedi yana bir erkak. Isyonchilarga saroy eshiklarini ochib beramiz. Askarlar ham qarshilik qilmaydi. Har holda xon bosh qo'mondonning ham jonini oldi. Saroydagi hamma Zubayrxonni kirdikorlarini biladi. Yodgorshohni boshiga ham u yetgan. Agar Zubayrxon bo'lmaganida, marhum bosh vazir Nurshohning farzandi Yodgorshoh o'lmagan bo'lar edi. Qolgan odamlar gapirib turganlar fikriga qo'shildi. Hamma Zubayrxonni taxtdan ag'darish fikrini ma'qul ko'rgandi. Bu vaqt Zubayrxon katta taxtning yonida yastanib, qo'lida oltin kosachida may ichib, yonida izg'ib turgan musiqachilarga goh-goh e'tibor berar edi. Uning nigohlari bo'sh, yuragi esa tamoman muzlab bo'lgandi. Boshini oldiga solib ichayotganida yonida turgan ona begimning rangi oqarib ketganini ham payqamadi. Zubayr, dedi ona begim qo'llari titrab. Mana sizning atrofingizda g'alati gaplar yuribdi. Amaldorlar sizga qarshi, men qo'rqyapman. Zubayrxon maydan bir ho'plab, onasini so'zlarini eshitmagandek kulimsiradi. Qo'rqmang, ona begim, meni hech kim ag'dara olmaydi. Men xonman, xonning dushmani bo'lmaydi. Zubayr, ona begimning ko'zlariga yosh keldi. Saroy qo'riqchilar ham norozilik bildiryapti. Bugun ertalab 2 nafar askar
Bu xonning nimasi bor qo'riqlaydigan, deb isyon ko'tardi. Xonning qoshlari sal chimirildi, ammo u yana kosadagi ichimlikka tikildi. Ular qo'riqlamasa, boshqalar qo'riqlaydi, dedi u beparvo. Men bu dunyodan qo'rqmay qo'ydim. May bor ekan, men bor. O'sha tun Xorazm ustini qora bulutlar egalladi. Saroy ichida esa tun odatdagidan ham halovatsiz o'tar edi. Qo'riqchilar o'z joyi oldida turardi-yu, ammo yuraklarida bir zarracha ham qat'iyat yo'q edi. Oradan vaqt o'tdi. Yarim tun bo'lgandi. Saroy darvozasi yonida ikki amaldor ko'rinmaydigan darajada asta kelib to'xtadi. Ularga ergashgan bir necha kishining yuzida niqob bor edi. Vaqti keldi, dedi ulardan biri. Xorazm bugun ozod bo'ladi. Saroy darvozasi g'iq etib ochildi. Ajablanarlisi, darvozabonlar hech qanday qarshilik ko'rsatmadi. Aksincha, ular yon bosib yo'l ochdi. Go'yo kutilgan lahzalar kelgandek. Xonning nimasi bor qo'riqlaydigan, dedi ichkaridagi navbatchilardan biri ovozini pasaytirib. Zulmiga o'zimiz ham to'ydik. Ortiq uni himoya qilmaymiz. Hech kim ularni yo'lini to'smasin. Zubayrxon o'z xonasida yotardi. Yonida yarim bo'sh qolgan oltin kosacha, ichida esa may bor edi. U chuqur uyquda emas edi. Mastlik va charchoq bilan hushyor uxlar edi. Xona eshigi asta ochildi. 3 amaldor va 2 sodiq xufiyona qotil ichkariga kirdi. Hech kim bir-biriga qarab gapirmadi. Bu tun ko'p yillar yig'ilib kelgan nafrat va umidsizlikning so'nggi nuqtasiga aylangandi. Zubayrxon ko'zini yarim ochdi. Boshidagi og'riq uni o'ziga keltirayotgandi. Kim bu? Deb g'udrandi u. Xon hazratlari, dedi yoshi katta amaldor. Yurt sizni deb xor bo'ldi. Zubayrxon nimanidir anglagandek bo'ldi. Ammo qurol yaltirog'ini ko'rgan zahoti ko'zlari katta ochildi. Ammo kech bo'lgandi. Uning o'z qudrati singari ovozi ham endi hech kimga kerak emasdi. Bir lahza xonani o'tkir shamol kesib o'tgandek bo'ldi. Yonib turgan sham o'chdi. So'ng hammasi tugadi. Tong yorishayotgan payt saroyning katta ayvoni odamlar bilan to'ldi. Ammo bu safar qo'rquv emas, yengillik sezilar. Havoning o'zi ham bir oz bo'lsa-da tiniqlashgandek edi. Odamlar endi erkin nafas olardi. Zolim xon o'ldi. Amaldorlar orasida oq libosli, kamtar, ko'zlari nur taratib turuvchi yigit ayvon markazida turar edi. U avvalgi sulolaning asl vakili edi. Ko'p yillar oldin quvilgan sulola avlodining qonidan, haqiqiy oq suyakdan, xon avlodidan bo'lgan yigit edi. Odamlar uning yuziga qararkan, undagi sokin iroda, samimiyat va tug'ma muloyimlikni darrov ilg'ardi. Go'yo u tug'ilganidan buyon taxtga munosibdek ko'rinardi. Yoshi katta amaldor olomon oldiga chiqib, baland ovozda e'lon qildi. Xorazm ahli, eshitinglar. Zulm zamoni tugadi. Bu zot avvalgi xonning qonidan pok nasl vakili. Bugun tong saharda biz uni Xorazmning yangi xoni deb tan oldik. Olomon birdaniga shivirlab yubordi. So'ng shivir-shivirlar birdan baland ovozga aylandi. Yashasin yangi xon! Yana bir ovoz, yurtimizga baraka qaytsin! Yangi xon boshini egib, odamlarning duosini kamtar qabul qildi. Saroy ustidan uchib o'tayotgan qushlar ham go'yo ozodlikni his qilgandek bamaylixotir chirqillab uchib ketdi. Xorazm uchun yangi tong boshlandi. Tong saharda Xorazmga yaqin qishloq quyoshning ilk nurlarini qarshi oldi. Atrofda qushlar chug'urlab uchardi. Hovlilar orasida qo'ylarning mayin ma'rashi eshitilardi. Bu qishloq Azimxon va uning ayoli Nuriya uchun vaqtinchalik boshpana edi. Ammo ularning qalbida vaqtinchalik degan so'z anchadan beri doimiy tuyulib ketgandi. Azimxon ertalabdan choyxona tomon yo'l olar ekan, yo'l-yo'lakay atrofga sinchiklab qarab qo'yardi. Bu yerlar tunda va tongda xavfli edi. Sababi atrofdan kelgan bo'rilar tez-tez qishloq ahliga hujum qilardi. Nihoyat Azimxon ishlaydigan yerga yetib keldi. Choyxona egasi uni ko'rishi bilan jilmayib qarshi oldi.
Azim aka, yana erta kelibsiz-da bugun, dedi u qozon ustida bug'ni tarqatib. Yaxshi, yaxshi, odam ko'p bo'ladigan kun bo'ladi shekilli. Negadir bugungi kun barakali bo'ladigandek tuyulmoqda. Ha, akajon, dedi u so'ng qo'liga piyola artadigan latta olib. Nuriya ham hozir keladi. Choyxona asta-sekin mijozlar bilan to'la boshladi. Nuriya esa odatdagidek quyosh chiqqach uy ishlarini qilib bo'lib choyxonaga kelardi. Azimxon kirlar yuvilgani, idishlar toza va uylar supurilganiga qattiq qarar edi. Nuriya ham erini pokligiga qattiq qarashini hurmat qilar edi. U so'zsiz eriga itoat qilar edi. Ular 2 oydan beri shu yerda edi. Zubayrxonning zulmi cho'qqiga chiqqan pallada Azimxon Xivaga qaytolmas edi. Ayolini xavfdan uzoqroqqa olib chiqishga majbur bo'lgan. Dastlab bu joyni unga g'oyat begona tuyulgandi. Ammo vaqt o'tgan sari o'zini shu yerga moslashtirib bordi. Shunday bo'lsa-da, har kuni ich-ichidan bir narsa kemirib turardi. Vatanining haqiqiy holidan uzoqda, begona yurt misolida yashash unga og'ir bo'tardi. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.